yer sharidagi 4 milliard 600 million yillik uzun vaqt ichida ko'p qitim qo'rqinchli yo'qolishlar yuz bergan. Uning ustiga har qitimqi ofat minglagan, millionlagan turlarning yo'qolishini keltirib chiqargan. Ularning ichidagi eng og'ir bo'lgan bir qitimliq yo'qolish 250 million yil ilgirki Perm davrida yuz bergan 3-qitimliq jonliqlarning yo'qolishi. Shu qitimqi ofat yer sharidagi 98% dan ko'proq jonliqlarning yo'qolishini keltirib chiqargan. Dengiz okeanning hammasi degidek parga aylanib ketgan. Perm davridagi jonliqlarning yo'qolishining haqiqiy sababi to'g'risida hozirgacha hukm chiqarilgani yo'q. Lekin kishilar tomonidan eng umumyuzli qabul qilgani bo'ladigan kichik yulduzlar sistemasi sayyorasining yer shariga so'qilish ta'limoti. Shu qitimqi nasli qurib ketishining haqiqiy ahvolini bilish uchun olimlar necha 10 yil izlanish orqali oxirida Janubiy qutbdagi muzliqlar o'rtasida bir cho'ng meteorit ozgilini bayqagan. Bu meteorit ozgilining diametri 500 kilometr bo'lib, buningdan 65 million yil ilgari dinozavrlarning naslini quritishini keltirib chiqargan meteorit ozgilining ikki hassasidan cho'ngroq ekan. Bu meteorit balkim Perm davridagi jonliqlarning yo'qolishini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin deb qaralgan. Buningdan taxminan 250 million yil ilgari quruqlikda hasharot va umurtqisiz hayvonlar eng gullangan. Dengiz okean jonliqlarining jonlanishi Paleozoy erasida yanada shakllangan, lekin dinozavrlar paydo bo'lmagan. Ayni chog'da yer sharidagi eng yuqori darajalik ovchi chiparchilik hayvon o'rmonlikdan ov izlayotdi. Lekin u bundaq bir ofatni asta yetib kelayotganligini o'ylabmi boqmagan. Bir kuchli ovozga ergishib, bir kichik sayyora sekundda 30 kilometrlik surat bilan dengizga so'qilgan. G'oyat zo'r zarba kuchi ko'zni yumib ochqicha dengiz ostini bo'lib o'tgan. Harakat holatida turgan Sibirya yonar tog' to'piga ta'sir ko'rsatgan. Orqadan haddi hisobsiz magma yer sharining o'tira qatlamidan etilib chiqqan hamda intayin tez suratda butun dunyoni qoplagan. Eng oxirida Paleozoy o'rmonligining yermini yutib o'tgan. Hayvonlarning makoni buzg'unchilikqa uchrab, oziqlik zanjiri uzilib qolgan. Barliq hayvonlar tirkishish jarayonida o'lib ketgan. Yanartog' uda 2 million yil qo'yiq istutek chiqarib, butun osmonni to'sib olgan. Yer sharining temperaturasi zo'r miqdorda o'rlab ketgan. Dengiz suvi parga aylanib, sis qava, kislotalik yomg'irlar o'zining muhitini qo'ritishni keltirib chiqargan. Natijada biosfera yemirilgan. Buning bilan yer shari 400 ming yilga cho'zilgan zulmatlik davrga ketib qolgan. 400 ming yillik uzun vaqt ichida kecha-kunduz va 4 faslning almashishi bo'lmagan. Ilgari ikki qatimliq jonliqlarning yo'qolishidan saqlanib qolgan ta'laylik 3 yo'qirmoq quritma eng oxirida bu ofatda yer sharidan yo'qolgan. Biroq mo'jiz yuz berganda sut emgichi hayvonlarning ajdodi bo'lgan ochichish hayvon omon qolgan. 500 ming yildan keyin yer shari oxir qorong'ulikdan yo'riqlikka chiqqan. Garchi shu qitimqi ofat yer sharidagi jonliqlarga ajallik zarba bergan bo'lsa-mu, lekin yer shari biologiya tarixidagi muhim burilish nuqtasi bo'lgan. Shundaqla shu qitimqi ofat sababli nasli qurib ketish voqeasi yuz berganlikdan eng oxiri dinozavrlar borliqqa kelgan. Ham bugungi kundagi insonlarmi shundaq. Siz bilan men intayin baxtlik, baxt bilan dunyoga keldik. Baxt bilan bugunni yashayotamiz. Biz mangu keyingi qitimliq ofatning qachon yuz beradiganligini bilolmaymiz. Shunga hozirgi yaxshi bo'lgan har bir kun dal hayotlikqa bo'lgan eng cho'ng hurmat.